O'zbekistonning Respublikamizning har bir hududi o'zining boy tarixiga, shonli tarixiga, o'tmishiga, an'analariga, udumlariga ega. Biz mana joylashib turgan Jon qishlog'i ham Respublikamizning eng qadimiy katta qishloqlaridan biri. Jon qishlog'ining o'ziga xos tarixi bor. Shu yerda yashab, el obro'siga, el hurmatiga sazovor bo'lgan ajoyib bir suhbatdoshimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, qator yillar tumandagi turli rahbarlik vazifalarida ishlab, el oqsoqoli degan sharafli nomga munosib bo'lgan Eshtur aka Rahimov bugungi qishloqning bugungi hayoti, o'tmishi haqida bir so'zlab bersalar marhamat. Jon deganda 3 xil baho berilib ketadi, tarif beriladi. Bu nisbat berilganda birinchi kosaga o'xshagan joy. Shuning uchun kosa shakli degan berilgan. Ikkinchisi bu qadimiy Ipak yo'lining markaziy chorrahasi hisoblanadi. Chunki bu yerdan kelib Toshkent, Samarqand, Jon kelgandan keyin 3 tomonga bo'lib ketish kerak bo'lgan Shahrisabz, Qarshi, Termiz, Qandahor, Qobul, Jon, Tim, Buxoro, Xiva, Jon, Samarqand, Toshkent markaz bo'lganda bu yer. Qadimdan endi buni tarixiga nazar solsangiz 10 ming yillardan oshib ketadi degan nimalar bor, gipotezalar bor. Chunki endi buni bitta isboti 2001-yilda Samarqandning yoshini 1000 yoshga ko'tarib, Samarqandning 2750 yilligini nishonlagan davrda Jondan topilgan bronza davriga oid tisha 1000 yoshga ko'tarib, olimlar shunda Samarqandning yoshi 3750 yil deb e'lon qilishdi. Bu Zarafshon gazetasining birinchi betiga chiqqan, rasmiy. Endi uchinchisi Zindabul Ahmadi jomiga olib borib bog'lashadi, lekin u kishi bu Jon shahrida o'tgan, u Xuroson mamlakatining Jon shahrida o'tib ketgan, u odam bu yerga hech qanday taalluqli joyi yo'q. Endi mana bu qabristonda bitta ziyorat qiladigan joy bor, endi shuni Tabriziylar tarixiga qaraganda bu nima uchun bu yerga qo'yilgan degan bir gipoteza ham kelib chiqadi, chunki bu Eronliklarga xos degan ma'noni bergan. Ikkinchi u yerdagi qabr, ziyorat qilayotgan qabr bir ayolning qabri. Ikkita tosh qo'yilgan, istalik toshi, yuqorisiga kalima-i shahodat qo'yilgan. Ikkinchi pastki tomoniga Iniyatay Oq Muhammad binti qizi 1252 hijriy degan. Mana bu qabristonda va 1000 yil. Jonda endi qadimiy qabristoni Haprimbo deb ataymiz, bu yerda tosh asr qabrlari bor. Endi tarixga qaraganimizda bu juda qadimiy boradi. Endi masalan Amir Temurning harakati davrida ham İlyas Xo'ja qo'shinlarini deydi kitobda Toshariqdan quvib chiqqan Amir Temur Obiyonda kelib uchrashib juda katta jang bo'ldi. Shu yerda g'alaba Amir Temurga nima bo'lgandan keyin, musharraf bo'lgandan keyin Amir Husayn bular Urgut tog'larini oralab Sirdaryogacha qochdi, Sirdaryogacha quvib yetdi. Shundan keyin Sohib Qur'onning jo'martligi tutib Obiyonda bir hafta qo'shinlariga dam berib, bu yerda katta bayram qildi degan joyi bor. Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsangiz, bronza davriga oid bo'layotgan bo'lsa, endi undan oldindan odamlar yashagan. Hozir mana arxeologiya fanlari doktori Abdusobir Mamatqulovning fikri bo'yicha ham bu yo'l Buyuk Ipak yo'li Jondan o'tib ketgani tasvirlab beryapti. Kitobda bu resim bor. Endi qadimiyligi shu. Endi hozirgi davr bilan taqqoslasak, endi juda katta farq bo'lib ketdi. Mustaqillik yillarida xalq o'zining nimaga qodir ekanini ko'rsatdi. Shu mustaqillik yillaridagi erishilgan muvaffaqiyatlarda jonliklarning katta hissasi bor. Chunki bu yerda 30 mingdan oshiq aholi yashaydi.
hissasi bor deganim 16 ta o'rta maktab bor. Umumta'lim maktabi bor. Bitta Rayyon markaziy kasalxonasining bo'limi bor. Bitta poliklinika bor. 5 ta qishloq vrachlik punktlari bor. Bitta bu nima kollej bor. Hududda bitta maxsus ixtisoslashtirilgan internet maktabi bor. Ularning hammasini qarasangiz, mustaqillikdan keyin qishloqdagi rivojlanishning asosiy manbai ko'rsatiladigan isbot tariqasida hukm chiqarish huquqiga ega qishloq. Ana shu davrlarda bu faqat aholi chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullanmagan. Ilm sohasida ham juda kuchli bo'lgan. Mo'la Davron degan revolyutsiyadan oldingi davrda bir nima shu Amandara mahallasida yashagan inson Buxoroga borib, Buxoro madrasasida o'qib, shu yerda dars berib, Ulug'bek davrida deydi shu Samarqandda juda katta bir anjuman bo'ladi dindorlar o'rtasida. Shunda bu kishini aytmaydi. Xabar bermanglar degan topshiriq bo'ladi deydi, lekin bu kishini ishiga ayon bo'ladi. Bu kishi Registonga boradi. Borgandan keyin shu odamlarni yelkasidan oshib o'tib, shu minbarga yetib boradi. Qur'onni tafsir qilishda bu odam shu yerda g'alaba qilib qaytadi. Ilmga qarab qarasangiz, endi undan keyingi davrlarda sangiz mana sobiq islam davrida veterinariya fanlari doktori, professor Rasul Mishkil Tag'ayevich degan jonli fuqarosi vaqti 5 yil azasi Moskvada turdi bu odam. Endi keyingi davrga olib kelsak bilsangiz ham bu fan doktorlari ko'plab chiqqan bu yerda. Mana Shukur nima Rasulov deymiz, bu buyuk hozir endi yozuvchilar qatoriga olganimizda Murod Muhammadov juda ulug' yozuvchilar qatoriga kiradi. Mana nimalarda televizorlardagi mana olimlarning tavalludini nishonlashda suhbatlarda ham Murod Muhammadovning yozgan asarlarini to'laqonli zamon talabiga javob beriladigan bu Yevropa yozuvchilarining kitoblari qatoriga qo'shishgan. Mana shu odamlar endi berdi o'tgan. Hozir endi bir hozirgi kecha kunduzga olsak, mana O'tkir Soatov degan texnika fanlari doktori bor. U kishi Rossiya, Germaniya, Hindiston, Belorusiya, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston respublikasidagi joylashgan fanlar akademiyalarining haqiqiy asosi odam. Mana shu nimalar fontanlarni yaratish bo'yicha o'ta kuchli bu O'rta Osiyodagi mutaxassis hisoblanadi. Mana shunday odamlar. Endi bu chunki ilmga bo'lgan munosabat ham hozir kecha kunda olsangiz qariyb bir 20 dan ziyod doktorlari bor, kandidatlari bor. Chet mamlakatlarda hozirgi kunda ta'lim olayotgan yoshlarimiz ham bor. Endi mamlakatning mustaqillikdan keyingi taraqqiyotida juda katta o'zgarish bo'ldi. Muhtaram prezidentning jon qishlog'iga bo'lgan e'tibori juda kuchli. Mana shu 16-yildan 22-yilgacha bo'lgan davrdagi holatni olsak, jonga 145 milliard so'mlik ijtimoiy soha obyektlari qurildi. Faqatgina davlat xalq davlatga emas, davlat xalqqa xizmat qiladi degan g'oyasi asosida fuqaro murojaatidan kelib chiqdi. Mana shuni sezdik. 18-yilda obod qishloq deb e'lon qilindi, shunda 71 milliard so'm xarajat qilindi. Ana endi 22-yilda Amandara mahallasini obod qilish bo'yicha muhtaram prezident 14-aprelda 24-yil viloyat hokimligiga topshiriq berdiki, Amandara mahallasini 2 oyda ichida to'liq obod mahalla dasturiga kiritasan, nazoratini olasan, mening o'zim nazoratimda bo'ladi degan topshiriqni berdi. Bitta mahallaning o'ziga 51 milliard so'm mablag' ajratildi byudjetdan. O'limda 1600 ta temir beton ustunlari qo'yildi. 50 kilometrga kabel tortildi. Bitta mahalla binosi, bitta qishloq ulashish punkti, 2 ta artizan qudug'i, 5 ta transformatorlar, yana qator masalalar qo'yilib 14 kilometrlik yo'l tortildi.
Mana endi buni olayotgan bo'lsangiz, prezidentni mana shu davlat xalqqa xizmat qiladi degan g'oyasining isboti mana endi shunisi jonda ko'rinyapti. Mana endi sportga bergan e'tiboriga qarasangiz, hozir mana o'tgan yili shu g'oyani qo'llab jonli polvonlar bu Husniddin Mamanov deydi, keyin Nurali Qobulov deganlar bor, mana Davlat Bobonovning ustozi, treneri, jahon chempionining treneri bo'ladi. Hammasini birgalikda Jabirjon xalq bilan til topish hisobida Jomda 25-martda 24-yil juda katta xayriya ehson milliy kurash bo'yicha sport musobaqasi o'tkazildi. Nafaqat O'zbekistondagi jahon, Osiyo, respublika chempionati, balki Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistonda polvonlar ketdi. Mana bularning hammasi prezidentni yoki xalqqa berayotgan odilona siyosatining mahsulotida endi bu. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Endi bugungi kundagi mana hududda bo'layotgan o'zgarishlarni olsangiz ham juda katta bir yaqin 10 yillarda bo'lmagan narsalar bir yil ichida bo'lib, mana endi Jom mahallasini kelajakda mana shu yashil makon dasturi asosida rivojlantirish uchun 4 kilometrga eski Anhor kanalidan suv chiqarib beryapti. Liniyalar tortilgan, hamma narsa qilingan. Hozir bitta havuz qilinsa, endi xalq shunga ko'tarilib, o'zining uchastkalarida birovda endi bu dash joyi, birovda 30 sotik bor, birovda 40 sotik bor. Mana shu narsalar, shu joylarda shudgorlar 90 bosdi ekinlari, bu daraxtlarni ekib obodonlashtirish. Bu bilan xalq o'zining iqtisodiy manbasini yaratib oladi. O'zi kuchayib boradi. Ikkinchi, ishga bo'lgan munosabatlarda o'zgarib boradi. Uchinchisi, yashil makon dasturini tatbiq qilinishi borasida havo tozalanadi. Kelajakda bu odamlarning sog'lig'i bugungi kunga nisbatan yuqorilab ketaveradi. Buni hammasi sharoit endi muhtaram prezidentimizning olib borayotgan siyosati kelajak avlod uchun, bizlar uchun emas, kelajak avlod uchun mustahkam bir qal'ani, mustahkam bir rivojlangan mamlakatni yaratib berish borasida qilayotgan harakati deb bilaman. Rahmat. Har bir yurtda, har bir qishloqda, har bir elda tarixni shunday biladigan va davrimizning bugungi kunlari uchun jonkuyar bo'ladigan insonlar ko'payaversin. Sizga katta rahmat, mazmunli suhbatlaringiz. Rahmat. Har kimga aziz tug'ilgan joyi, tog'lar bog'i, tuprog'i loyiq. Mening qishlog'im, ota makanim, endi boshqacha uning chiroyi. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bir kelib keting qishlog'imizga. Agar bir ko'rsang qaytging kelmaydi, buni qishloq deb aytging kelmaydi. Ko'zni yayratar go'zalliklari, ko'zni yayratar go'zalliklari. Deysan shahrim ham shundoq bo'lsaydi, deysan shahrim ham shundoq bo'lsaydi. Vaqt qaynab turgan bulog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bir kelib keting qishlog'imizga. Men o'zim ekkan gulimni ko'ring, turmushi obod elimni ko'ring. Bir uylar qurdik, bir uylar qurdik, dunyoning ko'rki shukrona to'lar dilimni ko'ring. Parvona oshib chirog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bir kelib keting qishlog'imizga. Vatan ichra u kichik vatandir, chaman ichra u kichik chamandir. Mening
qishlog'im, mening gul bog'im, ota makondir, ona vatandir. Quvonch sig'maydi qarog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Quvonch sig'maydi qarog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bir kelib keting qishlog'imizga.